Hammalarga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Toshkent shahar, Mirzo-Ulug'bek tumani, Nikitinada joylashgan 2.5 sotuvli, 3 urovinli, 460 kvadrat metr. Kirasiz, yashaysiz, mazani qilasiz, uyingizda hech kim yashamagan 3 urovin qilib, idealniy qilib xo'jaga uy qurishdi. Hamma niyat qilganligi mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Wow! Yaxshi niyat yarim mol. Bu pulga Dubaydan, Italiyadan, Fransiyadan uy olsa bo'ladi. Biz uni bilamiz. Biz Toshkent shahrida sizlarga uy ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, remenni qattiqroq bo'ylab, kofeni damlab olamiz. Jetlikni joyi bor. Yangi uylar olingiz. Nimaga siz Instagramda ko'rinmayapsiz deyish bo'ladi. Endi oka, meni videolarim Instagramda rekomendatsiya chiqmaydi. Chunki videolarim Instagramning talablarini buzib tashlaydi. Meni videolarim kamida 5 minut 6 minut okalarim. Bu yerda studiya qilishgan. 460 kvadrat metr. Bunaqasiga videoni qaranglar. Budka takoy divan, kreslo, yo'q-yo'qlarni qo'yib, mazza qilib katta рабочий место okalar. Hamma xonalar razdельный. Pastki urovin, tepaga hovlidan kirish, hammasini ko'rsatdim. Mashdan qatnab yuramiz. To'g'riga kiramiz. Bu bizda mehmonxona. Orqada uyimizni havo aylanishi uchun решениyalar qilingan. Orqada kichkinagina hovlichamiz ham bor. Mana ko'ryapsizlar. Orqada hovlichamiz и pastki urovin so'kilni tashib oynalari hammasi qo'yilgan. Biz qaytib chiqdik. Qaytib chiqsak, hovliga yana qaytib chiqamiz. Общий санузел. Общий санузелni ko'ringlar. Vahrabatdan. Guja Mara degan joylaridan Toshkent shahar, Mirzo-Ulug'bek tumani, Nikitinada joylashgan 2,5 sotuv, 460 kvadrat metr. Masterxona, kabinet nomer 1, ota-onalarimizning xonaligisi. Ota-onalarimizning xonaligisi maslahat pastda bo'lganda yaxshi. Chunki divonni tagida qolasizlar. Endi ota-onalar tepaga chiqib tushishga qiyin bo'lyapti. Yana ana $30,000 liftlar chiqqan ekan hozir. O'shaqa liftlardan ham o'rnatib olsanglar bo'ladi. Biz pastki urovingga tushamiz okalar. Oltin zina poyalari o'zimni xo'ja akalarim sizlarga mana shunaqa zo'r zinalarni olasanglar, yonma olasanglar, bir o'zi dodalaridan qurib berishadi. Mana aytsanglar sizlarga zo'r zinalar qilib berishadi. Qaranglar, bu pastki urovingimizni kinoteatrmi, kabinetmi foydalanib olasizlar. Bu dam olish maskani oka, bu yerda bor-ku, shunaqa shik joyi bor. Bizda 2,5 sotuvda basseynimiz bor. Filtr hammasi o'rnatilgan. Turetskiy mana hammomi bilan hurmatli obunachilar, Hasani ham xuddi shunaqa qurilgan, Husani ham xuddi shunaqa qurilgan. Endi bu yoqda bizani ortiga xodga chiqadigan eshigimiz va kotelniy xona. Kotelniy xonamizni professionallar qani bir o'zinglarni baholaylarni mana shu kotelniy xonamizni uyimizning yuragiga baho berib qo'yinglar okalar. Mana samoujli ham bor. Samoujli so'kilni etaj juda ham keng, atib chiqchiqini qilgan, kallani o'radigan joyi. Uyimizda keng, shinam, yorug', 2,5 sotuvga doda решение qilishgan. Yo'dan 4-urovingga ko'tarilamiz. 2-urovingda 1, 2, 3, 4 ta va общий санузел bor okalar. Общий санузел ham juda ham keng. Bu yoqda mana родительский комната, boyagi pastdagi komnata va alohida o'zini санузели bilan okalar. Uyni ko'ryapsizlar. Hamma xonalari razdельный qilingan. Вообще shkala gap bo'lishi mumkin emas. 10 qo'lda mana yana bitta malый zal. 2-urovinni zali bor okalar. Yo'da yana bitta masterxonamizning o'zini balkoni bilan, buni ham qarang. Jilaniyaga qarab ko'rasizlar. Yo'da balkonimiz bor. Balkonimizda Nikitinani bemalol tomosha qilib o'tirsanglar bo'ladi. Yon qo'shini Hasan bo'ladi, bu Husan bo'ladi okalar. Biz 2-urovinni polni aylandik. Biz eng baland urovinga ko'tarilamiz. Endi eng baland urovinimizni patolog baland ekan. Sanuzel mana. Burası buttu. Odamlar mansarda deb o'ylashadi, lekin mansardaga o'xshaydi. Praktik ko'rsatilgan bo'ladi. 10 qo'limizda
bitta xona, ikkita oyna hovliga qaragan. Qaranglar, patologi baland. Endi eng oxiriga kelsam, menda mana shunaqa bo'lyapti, qo'lim ham yetmayapti. Yo'g'i baland ekan, bu eng tepa уровеньdamiz biz. Bu yoqda yana bitta xona. Xuddi shunaqa xona, keng xonadan yana bitta o'kadi. Pastki urovень, to'qinli, birinchi, ikkinchi va eng oxirgi 4-urovень. Uyimiz Toshkent shahar Mirzo-Ulug'bek tumani Nikitinida joylashgan aka. Mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar, bizani kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'linglar. Uyimizning startli narxi $600,000 aka.